Nima uchun shunaqa taroq shaklda qilingan bilasizmi? Bilmasangiz men aytaman. Buni funksional dizayn deydi. Hamma tomoni kirib bo'lib ketgan taqdirda ham ichkari tomon kirib bo'lmaydi va yorug'likni to'sib qolmaydi. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz W124 kuzovda E220. Xullas mashina stok holatda turibdi. Stokni bilasizlar, ya'ni Mercedeslar juda ham yaxshi tushunadi. Hamma narsasi zavodskoydagan. Hech nimasi o'zgarmagan. Bu 111 motorligi, ya'ni million motor deyiladi-yu, 1 million kilometrgacha yurib beradigani. Mashina 94-yil tomdan past asvejit bo'lgan, qirilgan, chizilgan joy bo'lgan uchun, lekin udari yo'q. Mashinamiz 260 ming yurgan ekan. Xullas bu mashinani hamma elektropaket o'rindiqlari ishlab turibdi. Pultlari ham bilasizlar, kaltlari ham boshqacha bo'ladi. Bu Mercedesda elektr qismi hammasi ishlab turibdi. Bu mashinani o'rnay deb o'yladingizmi? Bitta like bosib qo'ying, ancha arzonga topib qo'ydim. Bunaqasi Namanganda yo'q, ishoning. Bo'lsa ko'rsatib beringlar. Mashina juda ham yumshoq ekan. Shuni o'tirsangiz quchoqlab oladigan, ishoning. Luklarigacha bor. Luklari ham uncha mashinanikidan katta ekan. Xullas bu Mercedes-Benz W124 E220 ligini, 111 motorligini, ya'ni million motorligini siz uchun 8700 ga tushirib qo'ydik. Bitta like bosib oling.